Assalomu alaykum. Bugun seshanba, har galgidek tezkor chaqiruvning navbatdagi soni efirda. Eng sara batafsil eksklyuziv xabarlar taqdimotini boshlaymiz. Kuzatishda davom eting. Bir 102 raqam orqali xonadonda janjal bo'layotganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Biz esa voqeani o'rganamiz. Ketdik. Nima uchun janjallashdingiz? Men o'zim azil ichgandim. Shu uy muammosi, shu azil janjallashib qoldi, shunga azgina ichirdim-da. Shunga xodimlar siz ichganligingiz uchun hushyorxonaga joylashtirishgan ekan. Hushyorxonaga joylashtirishdi. Undan keyin yana chiqib janjal qilgan ekansiz. Ha, to'g'ri. Necha yildan beri iste'mol qilasiz? Anchadan beri. 10 yildan beri. Oilangiz bormi? Oilam yo'qdir bitta. Ha, oilangiz yo'q. Ajrashganman. Eshitganingizdek, bu fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda akasi bilan janjallashgan. To'g'rirog'i aka-uka otasidan qolgan uyni talashgan. Soat taxminan 18:00larda 102 raqamiga murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaatga asosan voqea joyiga borilganda fuqaro uyda akasi bilan janjal qilganligi aniqlandi. Holat yuzasidan ushbu fuqaroni uyiga borib, mast holatdaligi aniqlandi. Uyda janjal qilganligi uchun Yangiyo'l shahar xushlantirish bo'limiga olib borildi. Hamda profilaktik ishlar olib borilib, probatsiya xodimi chaqirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu shaxs muqaddam sudlangan, hozirda esa probatsiya nazoratida turadi. Xo'sh, holat yuzasidan mas'ullar qanday chora ko'rishadi? Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 48.1 moddasiga asosan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish to'g'risida taqiqnoma kiritiladi. Biz Yangiyo'l shahar probatsiya xizmati xodimlari bilan birgalikda nazoratda turuvchi shaxsning xonadoniga keldik. Xo'sh, u uydami yoki yo'q? Birgalikda oydinlik kiritamiz. Kuzatib boring. Uyda yo'qmi? Uyda yo'q. Nazoratda turuvchi shaxs muntazam spirtli ichimlik iste'mol qilib yurishini qo'shnilari ham aytishdi. Уже давно нету, да? Вчера был здесь. Вчера был? Пьяный никакой. Пьяный, да? Да. Еще я с ним поругалась вчера. А, с ним? Ну как, он здесь пьяный стоял, мы хотели с собакой проходить, он стоит, я ему, иди, зайди, здесь пьяный, не стой, И он чё он? зашел, да. Я зашел сразу. Зашел дома? А сейчас сегодня не видели, А да? я только с работы пришла. Да. Он после 10 должен дома сидеть. То... Не, вчера был. Да. Ну, вчера вечером, да? Ну как вечером, 5:30 я выходила с собакой, 5:30. блядь, он был пьяный вот здесь стоял. Insonni o'zida aql va insof bo'lmasa, bari bekor deb bejizga aytishmagan. Ichki ishlar organlari xodimlari bu kabi tartibsiz fuqarolarni har bir bosgan qadamini nazorat qilishadi, lekin atrofdagilar, mahalla, ko'y ham bu holatlarga e'tiborli bo'lishi kerak nazarimizda. Soat 22:10 bo'ldi daqiqalar. Ya'ni sud tomonidan 169-modda 2-qismi, ya'ni o'g'irlik jinoyati bilan sodir etilib 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan bo'lsa-da, sud tomonidan tayinlangan cheklovlarga amal qilmasdan mana hozirgi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ya'ni 10 minut o'tganimizda taqiqlatgan uyda yo'qligi aniqlanyapti. Ya'ni shu uyda yo'qligi aniqlanib, baland ovozda yana taqiqlatyapmiz, javob bermayapti. Ya'ni bu majbur probatsiya yoki profilaktik inspektorlar tomonidan tekshirib kelinganda majbur bo'ladiki, uydan javob berishga. Hozirgi ko'rib turibmiz, hozir javob berilmadi. Shu sababdan hozir xolis ishtirokli dalolatnoma tuzildi va unga nisbatan bu ikkinchi marta takroran sodir etilayotganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 48.1 moddasi bilan sudga taqiqnoma kiritiladi. Ya'ni jazosini ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish bo'yicha. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu holat Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi avtoshoh bekatlarining birida yuz bergan. Voqea sodir bo'lishi bilan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari holatni o'rganishga kirishadi. Natijada olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida 2000 va 1998-yilda tug'ilgan fuqarolar Farg'ona shahridagi avtoshoh bekatida yo'lovchi talashib, o'zaro janjallashganlar. Oradan 2 kun o'tgach, kelishib olish uchun yigitlar uchrashuv belgilashadi. Har ikki tomon yonida sheriklar bilan qurollanib kelishadi. Boshi devorga urilib,
aqli kirmagan to'rt janjalkash o'rtasidagi mushtlashuv shu darajaga borib yetdiki, ularni ko'ziga hech narsa ko'rinmadi va qo'llaridagi bolta va pichoq yordamida bir fuqaroni jarohatlashadi. Og'aynisi jarohatlanganini ko'rgan yigitlardan biri aynan mana shunga o'xshash Equinox avtomashinasiga o'tiradi va janjallashgan yigitlarni sudrab ustiga mashinani haydab ketadi. Tez tibbiy yordamning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, pichoq va boltadan jarohat olgan fuqaro 10 ko'krak qafasi yon yuzasiga sanchilgan, kesilgan va 10 yelka sohasi ichki yuzasi kesilib, yirtilgan jarohatlari mavjud. Avtomashinada bosib ketilgan fuqaroda esa 10 ko'krak qafasi ezilgan, shilingan jarohatlar mavjudligi aniqlangan. Hozirda har ikkala bemor shifoxonada davolanmoqda. Xo'sh, bu yigitlarga qanday chora ko'riladi? Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, holatga aloqador shaxslarni ushlash chorasi ko'rilgan. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, janjalkash yigitlardan biri muqaddam Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan sudlangan ekan. Siz janjallashdan va mushtlashdan to'xtamayapsiz. Biz esa gapirishdan charchamaymiz. Bu kabi holatlarning oxiri shifoxona va qamoq bo'ladi. Shunday ekan, xulosani o'zingiz chiqaring. Bu yigitcha transport vositasiga qo'shimcha jihoz o'rnatib olgan. Bu transport vositasi o'zga usullarga o'zgartirilgan, ovoz chiqaruvchi moslama o'rnatilgan, aholini tinchligini buzib, orqa qismiga ovoz chiqaruvchi moslamalar o'rnatilgan, bu qayta jihozlangan, mana svarkalanib ulangan bu. Holat Toshkent viloyati Chirchiq shahrida ro'y bergan. Nima uchun qo'shimcha qayta jihoz o'rnatgansiz? Buni men qo'ymadim, plus yaqindan oluvdim-da, o'shanga sotib olgani qaytarib olib ketdim. Mumkin emasligini bilmasmidingiz? Bilardim, hali uspet qilmadim-da, shundoq sotib olib deyotgandim. Mumkin emasligini bilsangiz nima uchun sotib oldingiz? Endi olganimni alishtirib olaman dedim-da, uydagilar norozi qilgani uchun qaytarib sotib oldim. Shu qo'lga tushib qolishi mumkin deb o'ylamaganmidingiz? O'ylaganman, endi tezroq sotib olaman dedim. O'ylab turib, bilib turib shu xatoga yo'l qo'ygansizda buni. Endi sotib olaman deb o'yladim-da. Xo'sh, holat bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektorlari qanday chora ko'rishdi? Hozirda elektron ravishda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Mototransport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yiladi. Hurmatli fuqarolar va haydovchilar, qonun qoidalariga amal qiling, yo'qsa kameramiz obyektiviga duch kelasiz va qonun oldida ham javob berishingizga to'g'ri keladi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari avtohalokatlarni oldini olish maqsadida doimgidek ishga kirishdi. Chiroqlari o'chib harakatlanayotgan avtomashina xodimning e'tiborini tortdi. Aka, kundan qochaman deb ma'mur nazorat qilib yurish kerak emas-da. Nima maqsadda to'xtatildi? Nima? Transport vositasi kunni qorong'i vaqtida yoritish chiroqlaridan foydalanmasdan harakatlanib kelayotgan ekanlar. To'xtatilib tekshirilganda transport vositasi farlari ikkalasi ham ishlamas ekan. Xabaringiz bormi ishlamasligida? Yo'q, mana hozir men o'chirdim mashinani, yoqdim, u ishlamay qoldi-da. Men ustiga ketyotgandim hozir. Endi men boshqa ilojim yo'q, aka. Bir safar qo'yib yuborsanglar bo'lardi, o'zi men mana shu yerda turaman men. Hozir mana men pоворotga kelganimizda ishlamay qoldi. Endi ularni qilaman, ustiga boraman deb turibdi, karvonda usta borib shu ketyapti. O'zimiz mana bu domda turamiz. Предохранительni o'zgartirib ko'ring, yonsa shunda ketaveraman. Mana shunaqa harakat qilib ko'ringchi. Dalniy qilingchi. Dalniy o'tkazing, blижнийga. Dalniy ham dalniy ekanda o'zi. Ne ishlayapsiz? Aybim bilar ekansiz, o'zingiz to'g'ri olmaysiz. Yo'q, aka, men bilmadim, mana shu anonsi bor-da, просто. Bitta mashina. Qarang, aka. Главный chirog'i anonsi. Bu yerda maqsad bunaqa narsada, sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish yoki transport vositasini saqlash jarima maydonchasiga olib borish emas bu yerda. Maqsad yo'llarda yo'l transport hodisalarining oldini olish. Siz mana farasini o'chib ketyapti-da, aka. U kim urib yorsangiz nima bo'ladi? Yo'q, avarinki yoqib bo'lgan bilan ko'rmaysiz-ku. Oldingizga ketayotgan odam urib ketsangiz nima bo'ladi? To'g'rimi yo noto'g'rimi, aka? Endi ustigacha yetib olaman deb. Bu o'zingiz ham atrofdagilarning xavfsizligi uchun, aka, bu narsa.
Men hurmatli haydovchi, yaxshi to'lang. Rahmat kattakon, charchamayman. O'z o'rnida avtomashinasining yoritish chiroqlari ko'rib berildi va tuzatib ham berildi. Aynan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan. Hurmatli haydovchilar, yo'l qoidasiga yana bir marta eslatib o'tamiz. Amal qiling va o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Qonun qoidalarga amal qiling, bu sizni salomatligingiz, xavfsizligingiz uchun bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bir haftadan so'ng yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.